Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hammangiz sog' salomatmisiz? Oilalar tinchmi? Aka-ukalar, bugunning hisobiga bu 3-video. Bu ko'p tashlab turganim, mana bu video ishlash problema emas, o'zim telefon so'zlashuvlarim, hozir qilib turgan ishlarimni tashlab turibman. Shtobu aka-ukalarimizga foydali bo'lsin uchun. Endi buğday o'stirdim, hali bir yil qishdan beri, bir yil qish boshlangali birinchi o'stirishim. Endi bundan buyog'iga xudo xolasa shu bahorgacha buğday, undirilgan buğday, undirilgan mosh, undirilgan makka jo'xorilar bu juda ham foydali aka-ukalar. Bu jo'janing ochib chiqishi, parrandaning sog'lom yurishi va kaza juda ham foydali. Ana shu uchun hozir endi ko'k, beda berishlar, masalan, tabiatda chegaralanadi, shuning hisobiga undirilgan donlarni berish kerak. Endi men hozir bu yerda undirib qo'yibman, hozir undirish oddiyroq, osonroq variantini men ko'rsatib o'taman aka-ukalar. Endi ozgina unibdi, shuning uchun bitta video qilib qo'ying dedim. Tomosha qilamiz jarayonlarni. Akalar, ukalar, mana oddiy chelak, kraska chelak, yangi kraska chelakdan nima qilsak bo'ladi? Buni men o'zim o'ylab nima qildim? Qani shunday qilsak oson yo'li nima bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Unadimi, unmaydimi? Mana bunaqa qilib teshamiz ustini, mana yaxshilab. Hamma setga qilib. Buni birinchi dastlabki 3 kunligida iliq suv solib, kamida 25 gradus yer bo'lishi kerak. 3 kun qo'yamiz suv solib, shundaylar. Mana o'sha ungan, chotki bo'lib ungan aka-ukalar. Hozir ham unish jarayonida. Yana sal ozgina unsa, keyin o'sha berib boshlayman-da buni. Endi buni dastlabki, masalan, yarimdan ham ozroq qilasiz, nimaga deganda bu chishib ko'payadi. Agar ko'proq qilsangiz u chelakka sig'may ketadi. Bu hozir yarimdan ham ozroq qo'yganman, u shishib juda ham ko'payib ketgan. Xullas kalom 3 kun shu suvda qo'yasiz chelakda. Keyin 3 kundan keyin mana bunaqa qop qo'yg'ini yopib, mana setga suvini mana teskari qo'ysangiz, suvi oqadi o'zi. Teskari chelak ustiga nimaga mana. Mana shunda aylantirib turiladi. 3 soatdan, 4 soatdan. Masalan, nemlaganligi pastga ketadi, balandga ketadi. Keyin bir kun shu aylantirib turgandan keyin yana 4-5-kuni yana ichiga bunday holiga keltirib, yana ustiga suv solib bir 4 soatcha qolib, yana suvini to'kib tashlab, yana pusto aylantirib turiladi-da. Shu unaveradi. Lekin bu shu 25 gradus issiqlikda turish kerak. 20-25 bo'lsa turadi, yana zo'r unadi-da. Men shu inkubasiyamda qo'yibman. Inkubasiyamni yanida shu yerda qo'yibman. Bu yerda shu 20-25 gradus inkubasiyadan tashqarida issiqlik bor-da. Chotki bo'lib ungan aka-ukalar. Mana shundan ozgina berib turasiz, ratsioniga kiritasiz. Parrandangiz chotki yuradi. Bu jo'ja ochish foizini ham oshiradi aka-ukalar, o'ta. Hamma narsaga foydasi bor. Parrandaning yaxshi yurishi, o'sishi. Xullas kerak. Endi yoyib bir panel ustiga yoyib chiqarsa ham bo'ladi. Yoyib har kuni suv sepib, bunda yaxshi-da. 2 kundan 3 kundan bitta suv solib to'kib tashlab tursangiz, iliq suv solib. Suv solib yurish shart emas-da. Lishni mehnat kamayadi. Aka-ukalar, sog' salomat bo'lasiz.